Hozirgi kunda bepushtlikka sabab bo'layotgan kasalliklar ro'yxatida endometrioz kasalligi oldingi o'rinlarni egallaydi. Endometrioz kasalligini o'zi nima? Endometrioz kasalligi bachadonni ichki endometriya qavatidagi to'qimani bachadondan tashqaridagi organlarda o'sib rivojlanishiga endometrioz deb aytiladi. Endometrioz kasalligini belgilari quyidagicha namoyon bo'ladi. Kichik chanoq bo'shlig'ida jinsiy aloqa paytida, hayz paytida, defekatsiya paytida, siydik ajratish paytida juda ham kuchli og'riqlar bezovta qiladi. Bu bilan birga ayolda kuchli charchoq, depressiya holatlari va besplodiya holatlari yuzaga keladi. Bundan tashqari qorinda shish holatlari, ko'ngil aynish, qusish holatlari, tez-tez charchoq, depressiya holatlari ham yuzaga keladi. Agarda sizni quyidagi sanab o'tilgan holatlardan birortasi bezovta qiladigan bo'lsa, albatta ginekologga murojaat qiling va kerakli muolajalarni oling.